Qur'on o'qiganda ovozni chiroylilashtirish to'g'risida. Qiraatni go'zallashtirish mustahabdir. Agar Qur'on o'quvchining ovozi go'zal bo'lmasa, imkoniyating yetishicha ovozni go'zallashtiradi. Qur'onni lahin qilib o'qishni salaf solihlar makruh deb qaragan. Qur'onni maxfiy o'qish mustahabdir. Hadisda Qur'onni maxfiy o'qishning oshkor o'qishga bo'lgan ortiqchiligi maxfiy sadiqaning oshkor sadiqiga bo'lgan ortiqchiligiga o'xshaydi deb kelgan. Lekin maxfiy o'qiganda o'z anglug'idek o'qish kerak. Sahiy, to'g'ri, ma'qul bir maqsad bilan Qur'onni unlik o'qishga bo'ladi. Texim oson va yaxshi yodlash, nafsni hurliq va uyqudan tartish yoki mugdek pasqallarni uyg'otish uchun oshkor o'qigan bo'lsa, hech qisi yo'q. Namozda qiroat qilish hukmi, farz namozda o'qiladigan oyatlarning miqdori, qiroatni oshkora va maxfiy o'qish o'rinlari fiqh kitoblarida hammaga mashhurdir. İlkida Qur'on bar kishi Qur'on tashlandiq bo'lib qolmasin uchun har kun oz bo'lsa-mu Qur'on o'qish kerak. Qur'on tilovat qiluvchi Alloh taolaning o'z kalomining ma'nolarini yaratmishlarining tushanchalariga yetkazishdagi marhamatining qandoqligiga qarashi, o'zini o'qiyotgan so'zning bir insonning so'zi emasligini bilishi, so'zligichi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaning buyukligini zihnan bilishi va Alloh taolaning so'zini tafakkur qilishi kerak. Qur'on o'qishdagi asl maqsad o'ylanib fikr yurgizishdir. Agar o'ylanib fikr yurgizish faqat bir oyatni takrar o'qish orqali hosil bo'lsa, o oyatni takrar o'qisin. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam agar ularga azob qilsang, ular sening bandilaringdir degan oyatni takrar o'qib bir kecha qiyomda turgan. Tamim ad-Dari radhiyallohu anhu Yaman ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilishimizni, hayotlikda, mamatlikda ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi. Ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? degan oyatni takrar o'qib bir kecha qiyomda turgan. Mush oyatni ham Rabi ibn Husaynmu Alloh uningga rahmat qilsin, bir kecha takrar o'qib qiyomda turgan. Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama al-Maqdisi Pilalg'uchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid Nashr qilg'uchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi Muharriri Doktor Abdulaziz Rahmatullah A9 Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat Layyalig'uchi A. Aqhun 2024 yılı 1. nashri 1. qatim basilishi İstanbul Nashr huquqi Sajiya Islom Tadqiqot Markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.